Bu qismni kamalat ig'iz bo'shliqi qilch ikkilanmasdan keskin qo'llagan. Uyay, qinapa bo'ldi xapomanga. Bu adimizmi-chu? Qasdan unda qimmagandu balkim. Tabiiyda shundaqmikin? Aymina bu bir nimaning o'zicha bizdek yuqur tabiiy qizyotlik qilamiz deb ketibdi. Ötep bering amana. Sizga nima qo'ydi gaqilishni? Hey, shum cho'nglarga qilganda og'zingizni jumsangiz bo'lmamdi. Yo, divadasga ip berdigan ochingiz bormi? Sumitra, bo'ldi bas. Men qizimni sizlardan mo'bay, sizlardan martabasi yuqori oilaga berib, ko'zanglardan o't chiqarib o'taman. Hey, oyoqda turgan yo'g'on qo'saq dalti chiray. Men burun sizni o'g'il tug'isgan deb umid qilatdim. Endi sizni qiz farzandlik bo'lib, shuning dardini tortishingizda qog'ayman. Bu ishlardan xabar topgan Paro qattiq azoblanib ketdi. Hamda divadasini izlab keladi. Mask taqdingizmi? Taqdim. O'tinga. Divadas bilan Paro qanday qilish to'g'riliq beshib qattiq ketayotdi. Paro bo'lsa, meni apqichim shiraq-shiraqlarga ketayli deydi. Divadas bo'lsa, unda qaramli qilsaq bo'lmaydi. Ikki oilaning munosabatiga ta'sir etadi. So'q qolliq bilan ish qilayli deydi. Men uydagi cho'nglarni gapga kirgizay, siz qaytib turing deb Paroni yo'lga sap qo'yay deb turishiga, ishik oldiga Divadasning dadisi Narayan apandim paydo bo'lib qoladi. Tejashlik bilan boy bo'laman deb uydagi pardani badaniga otib olgan bu apandim parmoqqa intoyim pokizdek turg'ini bilan umrda chin jutqilab boqmagan, og'zi purab ketgan bir odam edi. Kunduzi ololmagan narsangizni kechsa olay deb kirganmitingiz? Yerim kechida bir yigitning uyiga kirib, texib pak muhabbatdan ig'iz ichib otamsiz. Uyinglardagi chiroqni qizil rangga o'zgartiribetsanglar bo'lmamdi. Oho, chidimidim, to'rt moyak o'g'dug'dek qilgan odam ekan bu. Og'zingiz sesib ketdi. Maklanga kamolatdan tish pastasi bilan og'zingizni bir cho'tkalab qo'yay. Sizga ovoz beraman deb mening tish mulklarim bo'shab og'zim sesib ketdi. Qo'shing'a kamolatning ig'iz boshliq chayqaydigan suyuqligidan birini. Baying xoli. Очень хорошо. Bu gaplar ichiga o'tib ketgan Paro nomusqa chidamay ketib qoladi. Divadas bo'lsa, dadisiga e'tiroz bildirish orqali bir issiq kachatga erishadi va o'zining yuzini silab turib, xuddi bir dadisining mijozini bilmaydigandek davlilashga boshlaydi. Ko'p qism dadalarga o'xshash o'zining xatoli bo'lib qolsa bo'ldi bas, javildima deydigan an'anaga vorislik qilgan Narayan apandim, ovozim chin bo'lsa mening rost deb o'ylab qolgan bu dada bolasiga o'zining xizmatchilariga gap qilgandek vaqirab gap qilyotdi. Kichigidan tortib dadisidan kachat yeb, quloq pardasi ig'ir zaxmi yeb ketgan bu yog'och quloq Paroning menimi ili bilan deganiga qaramay uyini tashlab chiqib ketadi va ko'ngildagi gaplarini bir poch xatga jig'inchoqlab Paroga sunadi. Xatlarda mundaq deb yozilgan edi. O'chali, ayrilib mu ketayli, bir dadam unumaydi, qo'shna bo'lib o'tayli, na merija, siz menga go'yo ajab, bu muhabbat bek xata, o'chali. Bu gaplarni anglagan Paro nihoyat umidsizlandi. Bu jarayonda Paroning onasi uningga to'limi puli bor ham kuchi bor bir loyiqni tanishtirgan edi. Divadas bo'lsa shu tushkunlikda og'insining uyiga berib qo'nib oladi va bu sangnada lunga o'g'irlab beshini quritishga ulgurmay chiqqan og'insi Chunimadi bilan dardlarini deyishib ichib ishqi bo'lib ketadi. Uning bu holini ko'rgan og'insi uningga nasihat qilib, "Apray seni qiqas bir yaga" deb qo'yib, maslikdan pastlik chiqarib, "Hech nima qilmaymiz, birli ko'rib ko'zning pishtini o'ltirib qaytib kelamiz" deb uni ozdirishga boshlaydi. Divadas bo'lsa, "Hova degina adash, oshtoyagimi boramdi" deb qo'yib, og'insini boldirib berib oladi va bu yerda chochlariga fojioni o'lgidek chechib, chochlari qitib aynakni chiqavetgidek bo'lib ketgan Chandurmoki bilan tanishib qoladi. Ko'zingizga surmi bilan chandurib yurmang bu shaygoning oldida. Sizga surmi surish ojatsiz, faqat chiroyingizga chiqmabdi. Men azaldan o'zimni chandurmay yuryapman. Asonlikcha chiroyimga chiqmaydi. Shunga meni haqlar Chandurmoki deb ataydi. Lekin siz bugun ko'nglimga chiqib oldingizda. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpat yezig'liq. Appa, ko'rdingizmi? Pano salonda bir qismini boldirib qo'ysa, pul oladi ekan bir qo'y. Uysamcha qo'g'amni yigib lyulyang sirab qilib ko'rib ketsak, de xalqimga bekorlik chiqarib qo'ydimi? De e'lon etib ketganlardan o'rgilay qo'g'amni yigib qo'llab. 抖音